Men bilmasdan jahlim ustida noo'rin so'z ishlatib yubordim. Shu sababli Namangan ahlidan chin dildan uzr so'rayman. Shuningdek, alohida qaynonamdan ham uzr so'radim. Men ularni hurmat qilishimni yana bir bor ta'kidlayman. Bu so'zlarim samimiy va qalbdan aytilgan, deydi Jasur Umirov. Xotinim bilan Mansanga borib, ozgina xunuk bo'lib ketdi, ozgina urushib qoldik. Shunga xotinim shu Namanganda tug'ilib o'sganligi uchun shu namanganlik deb xotinimni ozgina so'kib yuboribman. Короче, men ajrashmoqchiman. Bu harom oila bilan bekor uylanganimni etdan tarqagan harom, chort namanganlik musorlar bilan. Ba'zi bir o'sha namanganlik aka-ukalarimiz, oshnalarimiz xafa bo'lishibdi, noto'g'ri xayolga borishibdi, lekin noto'g'ri xayolga bormaylik sizlar. Men hech qachon birorta bir viloyatni ajratgan odam emasman, chunki biz san'atkormiz. Shu xalq ketidan tirikchilik qilamiz aslida. Shuning uchun noto'g'ri xayolga bormasliklarni so'rab qolaman aziz muxlislardan, hammanglardan. Namanganda juda ham oshna og'aylarim men juda ham ko'p. Qaynotamni ham juda hurmat qilganim uchun shu Namangandan uylanganman o'zi asli. Sizlarni juda yaxshi ko'raman.